Men qo'y bozorda oldi-sotdi bilan shug'ullanadigan tanishimga o'z mablag'imdan 10 ta qo'yni taxminan 4 million so'mdan jami 40 million so'mga olib bersam, tanishim qo'ylarni yana kimgadir sotib, yana qo'y olib sotib olib, bir oydan keyin tanishim men olib bergan 10 ta qo'yni har biri uchun 300 ming so'mdan qo'shimcha qo'shib, meni pulimni qaytarib bersa, menga shu qo'shib bergan puli halol hisoblanadimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala sayyidina Rasulillah. Bu holatda ham pul berib, ham sotdim deyaptilar. Uni aniqlab olish kerak. Shu pulni unga qarz berib turib, endi u pulni aylantirib turib, oxiri har bitta qo'ydan ma'lum miqdorda beraman desa, u joiz emas. Joiz emas, u noto'g'ri ish hisoblanadi. Ribo shubhasini keltirib chiqaradi. U aniqlab olish kerak. Qarz beryaptimi yoki qo'yni olib sotyaptimi? Qo'yni olib sotdim deydigan bo'lsalar, qo'ylarni o'zi savdolashib, o'zi olish kerak. Olib qo'liga o'tgandan keyin ustiga masalan nasiyaning hisobiga ma'lum miqdorda foyda qo'yib sotib turib, 1 oygami, 2 oygami sotib yuborsa, u olgan odam 1 oydan keyin o'sha aytilgan, kelishilgan pulni olib kelib bersa, o'sha foydani olsa bo'ladi. U odam endi u qo'yni nima qiladi? Sotib aylantiradimi, o'zi boqadimi, boshqa u ikkinchi masala. Qo'yni olib bersin, masalan 10 ta qo'y bo'lsa, 10 ta qo'yni olib, o'zi savdolashib, o'ziga o'tgandan keyin bu yoqqa olib, mana bizniki bo'ldi degandan keyin endi bunga mana bu 10 ta qo'y shunchada 1 oyda yo 2 oyda shuncha berasiz deb sotib yuboradi. U pul o'sha masalan 100 ming so'mdan olgan bo'lsa, misol 110 ming so'm, 10 ming so'mdan qo'yib ustiga 110 mingdan sotgan bo'lsa, har bittasida 10 ming so'mdan foyda qilib, o'sha aytilgan, kelishilgan pulni oladi xolos. Undan ortiqcha pul olishligi, mablag' olishligi joiz emas. Endi qarz bergan bo'lsa, shuni oling mana deb qarz bergan bo'lsa, unga hech narsa olish joiz emas. Pul tikib turib olishligi endi muzoraba ma'nosidagi savdo ishlari bor. U endi agar qiziqsalar, ahli ilmlarga murojaat qilsalar, uni to'g'rilab qo'yishadi. Lekin agar hozirgi holatida qilmoqchi bo'lsa, qo'yni oladi, o'ziga o'tgandan keyin sotadi. O'sha sotgandagi narxda belgilangandan ortiqcha olmaydi endi. Vallohu a'lam.